Endi siz ham Ramazon oyida ota-onangiz uchun umra safariga bepul yo'llanma yutib olishingiz mumkin. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Endilikda siz Tezpay ilovasi orqali yaqinlaringizni Uzcard kartalariga pul yuborib, Ramazon oyida 3 ta bepul umra safari yo'llanmasidan birini yutib olishingiz mumkin. Konkurs ishtirokchisiga aylanishingiz uchun ilovamiz orqali 31-mart sanasiga qadar yaqinlaringizni Uzcard kartalariga 30 ming rubldan ko'proq pul o'tkazmalarini o'tkazishingiz lozim. Hammasi juda oson. Shunchaki har doim yuboradigan pullaringizni Uzcard kartalariga yuborasiz xolos. Ha, aytgancha, agarda uydagilaringizda Uzcard kartalari bo'lmasa, shunchaki istalgan bankdan borib karta ochirtirib, pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Zo'ra, ham uydagilaringizga pul yuborasiz, ham ota-onangizni necha yillik orzusini amalga oshirasiz. Konkursimiz 31-mart sanasigacha davom etadi. G'oliblarni esa 1-aprel kuni jonli efir orqali aniqlab olamiz. Tezpay, biz bilan yaqinlaringizni hali ko'p quvontirasiz.